Men Qobilov Shohjahonman. 1998-yilda Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida tug'ilganman. Agar menga 10 yil oldin sen prorab bo'lasan, bitta obyektni boshqarasan deb aytishganda ishonmagan bo'lar edim. 2013-yilda maktabni bitirganimdan so'ng Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidagi Sanoat kasb kollejida neft va gaz quduqlarini burg'ulash texnik texnologiya yo'nalishida o'qiganman. O'shanda o'yladimki, men tanlagan soha yo'nalish shu. 2014-yildan 2017-yilgacha kollejda o'qidim. Kollejni tugatganimdan so'ng o'z sohamda ish topa olmadim. Tushundimki, diplom har doim ham real hayotda ish beravermas ekan. Shundan so'ng qurilishga ishga kirdim, oddiy armaturachi bo'lib. Bu qarorga kelish o'sha paytda oson bo'lmadi. Lekin men shu narsani tushunib yetdimki, ishdan va o'rganishdan hech qachon uyalish kerak emas ekan. 2018-yil 14-oktyabrda Toshkentga Discover Investga ishga kirdim. Boshda oddiy ishchi edim. Men uchun har bir loyiha, har bir chizmalar qiziq bo'lgan. 2 oy o'tib menga mas'uliyatli ish berishdi, brigadir bo'ldim. O'sha paytda tushunib yetdimki, lavozim berilmaydi, unga erishiladi. 2020-yil 3-fevralda Unit Building kompaniyasiga ishga kirdim. 17 nafar temirchi, katta obyekt, katta mas'uliyat. Soatiga 11 ming so'm. Bu katta daromad emas, lekin men pul uchun emas, tajriba uchun ishlaganman. Proyektlarni chuqur o'rgandim, ishchilar bilan til topishni o'rgandim, ishni tartib bilan olib borishni o'rgandim. Vaqt o'tdi, natija ham keldi. 2022-yil oxirida master, 2025-yil oxirida prorab. Bugungi kunda bitta obyektni mustaqil boshqaraman. Qarorlar qabul qilaman. Natijasi uchun bo'lsa, javob beraman. Men yangiliklar qilishdan to'xtamadim. Hozirgi kunda Namangan davlat texnika universitetining muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va montaj turlari bo'yicha yo'nalishining 4-kurs talabasiman. Hozirgi kunda o'z shaxsiy avtomobilimga egaman. Moliyaviy barqarorlikka erishganman va eng asosiysi o'zim istagan joydaman.